Ko'pchilik homiladorlarni qo'rqitadigan va o'ylantiradigan qoringa ingichka qora chiziq nima sababdan tushadi hech o'ylab ko'rganmisiz? Aynan nega bu chiziq aynan hozir, aynan shu davrda paydo bo'ladi? Bu chiziqning ilmiy nomi linea nigra, ya'ni lotinchada qora chiziq degani. Keling, bu chiziq haqida siz bilmagan 3 ta fakt haqida gaplashamiz. Birinchisi, tabiat signali. Bu chiziq sizga tanangizda hayot bor degan sokin, lekin qudratli signal. Estrogen va melanin gormonlarining ko'payishi sababli terida pigmentlar to'planadi. Aynan shu holat chiziqni paydo qiladi. Ikkinchisi, bola o'sayotgan markaziy yo'l. Qora chiziq odatda kindikdan pastga, quymuch tomon cho'ziladi. Bu bejiz emas. Aynan shu chiziq homilaning joylashgan asosiy o'qi bo'lib, tanangizda bola qayerda o'sayotganini belgilab turadi. Uchinchisi, bu chiziq vaqtincha mehmon. Chuqur nafas oling. Bu chiziq homiladorlik bilan birga keladi, ammo xavotir olmang, doimiy siz bilan qolmaydi. Tug'ruqdan so'ng asta-sekin yo'qoladi. Go'yoki u sizga "Men bu davrda yoningda edim" deb vidolashganday. Shunday ekan, go'zal homilador opa-singillarimiz, bu qora chiziqlar sizni aslo xavotirga solmasin.